Men o'zim bordim. Nima kasal bo'lgan? Shokka o'rga. Bu kamqonliqda. Kamqonlik. Sahar deganda qon to'rtta shunday sanam. Ha, kamqonlik. Shunday diagnoz qo'yilgan buni endi bilmasam. Davolash iloji bormi? Endi davolashning iloji bo'lsa, shu mana Toshkentlarga olib borsa, shunday bir katta joylarga olib borsa, shunda bir analizga chiqarib bersa, shu davolasa bo'ladi ya bunday deb diagnoz hali chiqqan yo'q deya xullas. Olib bor deydi bu yerdalar, Toshkentga olib bor deydi, yuqoriga olib bor. To'g'ri, mablag' kerak. Ha, men tushundim aka, sizga tushundim aka. Hech narsa yo'q. Ularga ham zor qaqshab yo'layman deb qilib aytiga. Yo'q, deyman doktor deydi. Ya, xudo shifo bersin. Ha, yilanaman, endi borini qilibdi. Men raisga aka ishimizni olib boshlab ketgan. Men buni ham aka qo'yib aytaman. Bu yoq esamga borib men raisga bosh kelsa, davlatga ham aytaman. Ko'rding, men alda bilmabman. Noyxo'r shunga bo'lsin biz ham pul aka zal tushunaman aka. Shu imkoniyat yo'q, shu kun Hamidga qaysi kuni bordim, Hamidga e'landim, men aytdim, Hamidjon, siz raisiz shu yerda endi bir yordam qil, men bolam charchab qoldi. Mama ham shu davlatda tavba bo'ldi-da. O'ylayman aka, yaxshi bo'ladi xudo. Ayolaman aka, xudo yaxshi bo'lish bo'lsin. Xudo xolasa. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi aka. Shu mana bansalarga borsa, telmirib o'tiraman, nima qilay, yelanaman, shu yerda ish bola yo'q. Yordam qiling deyman. Bechara shu mana mustahib shu o'zi anasi otaliga olib shu kartagana hadeb turibdi. Shu dori-darmon shu urganib qolgan shu mana tiriltirib oladi. Yana bir kundan keyin yana cho'kib ketadi. Shunday. Qon olib turish kerak. Shu qon sal qiyinroq bo'ladi bizga mana birdan olib birdan issiq qon berish kerak. Mazasi qochib qolar ekan bolamiz. Bolam qarab video qarabdi. Mazasi qochib qolar ekan har 2 kunda. Xudo xolasa. Toshkentlarga olib borib, bir tekshiruvlardan o'tkazib, aniq diagnostika qo'yib, diagnoz qilib davolatish kerak ekan. Shu yordam iloj bo'lsa, ehson qilishni iloji bo'lsa, kartalarini qo'yamiz video pastiga. Qo'llaringdan kelgancha yordam bersinlaring. Shu sababini qilgan ehsonlaringni Alloh dargohida qabul qiladi. To'g'risi qabul qilsin inshaalloh. Shunday. Yordam berganlarning, navbatga olgan insonlarning Kamqonli deb aytishdi, qon quyib turishar ekan. Endi buni aniq javoblarini Toshkentda yoki Samarqandda ko'rsatib olsa bo'lar ekan. Shunga iloji boricha qo'ldan kelgancha ehson qilib yordam bersinlaring. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Rahmat, shu videoni tarqatib beringlar iloji bo'lsa, boshqalarga ham iloji boricha. Rahmat, sog' bo'linglar. Xudo qilsin, kimda o'zi ham mushkulni oson qilsin. Alloh qo'llab yursin, yurganda, turganda. Xo'd, Pirimjon